Ana O'zbekiston Kubogi kecha Andijonda bo'ldi, finali Paxtakor bilan Buxoro. Shunda nohaqlik bo'libdimi? Hamma sudya deb yuboribdimi? Ha? Haligi videolar chiqib. Voy. Nimadir yonyaptimi? Senga emas. Nimadir yonyapti. Wow. Jilammi bu? Wow. Kim meni ustimga chiqsa faqat rost gapiradi. Yo. Sizlab ko'raman, qarang. Qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Qarang. Men G'ayrat Mahmudov 1997-yil 2-aprel tug'ilganman. 2 million podpischiga bor Instagramda. Rost ekan. Buni men qolganlarni ham sinab ko'raman. Wow. Ha, yaxshimisiz? Hozir keldim, ofisdaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hayratullo, ishlayapsizmi? Rahmat. Aka, aligini 2 million klikka pul surib beradimi? Qarz oluvdingiz. Notariusdan o'tdingiz. Shuni bering aka, zarur bo'lib qoldi. Yo'q aka, hozircha sabr qilib turing ukajonim. O'zi gelidi kredit bordi, bankda ortib qo'ydi. Mana sheptikini minib yuribman ukam. Sharoit jicha og'ir, hozircha sabr qilib turing ukam, beraman. Otib qo'yman pulini, beraman aka. Mana shu gaplaringizni mana gilamni ustiga chiqib gapiringchi. Ha, gapiraverman, mana shu gapni bor uka. Endi ukajonim gelida bratishkam bordi, podarka qilib yubordim. Mani 150 ming dollarga salondan olib chiqyapman uka. Pulingga keladigan bo'lsa, notariusdan chiqayotganimda devona turgan ekanda, Alloh yo'liga sadaqa qiling deb. Mashina plastikni tashlab oldim, shunga tashlab bergansan ukam. Qarochi otilding uka, baxtli bo'l. Ko'rishamiz. Assalomu alaykum aya. Qiz bilan uchrashuvim bormi hozir? Ha, bo'ldi. Uchrashuvga chiqaman-da. Hammasini chaqiring uchrashuvga. Bugun uchrashaman. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz aka. Rahmat aka. Uchrashuvga chiqqanman qiz bilan. Shunga mana stol tortib turing. Hop. Hoppale. Qo'ying. Aka, tinchlikmi nima aka o'zi? Ish bor, xo'p deyavering siz. Xo'p aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Anaqa 6dan keyin kech qolib ketmaymizmi? Kechki payt shomdan keyin uydagilar ko'chaga chiqarmaydi. Akalarim qattiq ushlaydi. Bizda endi tarbiya shunaqa, noto'g'ri tushunmaysiz. Bo'ldi, gap yo'q. Shuni o'tirib gaplashsak bo'ladimi? Ha, mayli, o'tiring. O'tiring. Qani. 6dan keyin ko'chaga chiqmayman deganmidim. Ha. Chunki men diskotekada ishlayman. 6dan keyin diskotekada bo'laman. Ha, keyin akalarim qattiq ushlaydi deganmidim. O'sha diskotekadagi akalarim qo'llarimni qattiq ushlab ko'kartirib yuborgan. Shuning uchun yangi uzun kiyib yuraman. Ha, aytgancha, shirin приятный hid kelyaptimi? Atarda hididan so'rayapti fikridan. Ha, shunaqa shirin hid sezgandek bo'lyapman. Kalyanni hidi kelyapti. Ha, butun tanamga yurib ketgan shu kalyanni hidi. Ha, nima, sigaretingiz bormi? Yo'q, men sigaret chekmayman men. Chekmaysizmi? Meniki ham taksida qolib ketibdi, nosizchi. Lozam chekarga bu. Yo'q, lozam yo'q. Nosiz yo'qmi? Yo'q. O'zimda bor, o'zim chekarkanman. Assalomu alaykum aka, kuttirib qo'ymadimmi? Uzr, parfyumeriyadan kelyotgandim. Uzoq qolib ketmaymizmi? Yo'q, shuni o'tiring, gaplashamiz-da shuni. Xo'p, bo'ldi. Parfyumeriyadan kelyapman deyuvdim-ku. Ha. Massajda kremi tugab qolgan ekan. Kremini olgani chiqqani. Ishonasizmi? Mashinada klientam qarab turibdi. Aytmoqchi, siz umringizni massaj olganmisiz? G'ayrat aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshi keldingizmi? Ha, gap boshlashdan oldin bitta narsani aytmoqchi edim. Bilasizmi, mabodo siz bilan meni taqdirim bo'lib qolsa, menga umuman sizning mahringiz ham kerak emas, uy joy, unaqa narsa, pulingiz ham umuman kerak emas. Siz bilan men baxtli bo'lsak bo'ldi. Bo'ldi, shu gaplarni o'tirib gaplashaylik. Xo'p, mayli sizdan bo'lsin. Qani? To'xta. Hozir men sen nima dedim? G'ayrat aka dedimmi? O'zi nechinchi yersan? 97. Voy. Gari, ukam tengi bola ekansan-ku. Bilasanmi? Men to'ydan keyin seni quritaman. Uying, mashinang, texlaring, zavodlaring hamma narsa meni nomimga o'tadi. To'ydan keyin meni aytganim qilasan. Ha, yana senga bitta haqiqatni aytaymi? Agar sen menga uylansang, umuman mehnat qilib o'tirmaysan. Meni 2 ta bolam bor. Yo'g'i 3 ta bolam bor, bilasanmi? Qizlarning asl basharasini bilib oldim. Ko'p joyda bundan foydalanaman endi. Bu gilamdanchi ko'paytirib olishim kerak. Qayerda gilam ekan bu o'zi? Ye, gilam Andijon.
Ye, bashi do'kon ekanda bu. Ye? Hali rostgo'y qizu. voy assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'xshatma menga. Bildim u qanaqaligingizni. Jinni. Aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. Keldim aka. Mana gilam sizlarga tegishlimi? Ha, bizga tegishli. Yana boshqacha ajoyib gilamlaringiz bormi? Ha, didingizga qarab, xolasangiz metrajli, xolasangiz tayyor gilamlarimiz bor. Tayyorini ko'rsating bizga. Bo'ldi, yuring. Ketdik. Vau, aka vahsha katta ekani ma'lumotini bering-chi. Aka, bizda Turkiya, Eron, Samarqand gilamlarimiz bor. Bizda xizmatlar aka vodiy bo'ylab borib, o'lchab, kesib, o'rnatib berish xizmatlarimiz ham bor aka. Rost gapiryapsiz, ishqilib? Ha, rost. Bo'lmasam, mashina ustiga chiqaman. Bitta gapirib ko'ring-chi aka, qani rost bo'lsa, qanaqa xizmatlar nima? Aka, bizda Turkiya, Eron, Samarqand gilamlarimiz bor. Manzilimiz ham oson, Andijon, Gumbaz masjidining to'g'risida yek gilamlar aka. Yo'q-e? Ha. Ochib turing-chi. Rostdan bular rost gapiradi, yo gilam ishlamayapti bugun. Halomda sinab ko'raman hozir. Oz chiqib tushaman aka, oz to'xtab turing. Ha, hozir. Kechirasiz seni. To'ydan keyin nima qilmoqchisiz? Menga turishsiz. Shu siz bilan baxtli bo'lsam bo'ldi, boshqa hech Yo'q, nima usta. Managa chiqib gapiring shuni boshqatdan. Chiqing mana. Короче, asha gap, men seni to'yda kelib quritaman. Tushundingmi? Bo'ldi, usta, o'tayman yoqqa. Normal ishlayapti-yu. Yoshlayaptimi? O'zim chiqib chiqaring. Men g'ayrat bag'on 90-yilman. Yoshlayapti-yu bu.